Menda faqatgina bitta savol bor. 2022-yilgi Jahon chempionati finaliga taalluqli. 2022-yilgi final Jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi final edimi? Menimcha bundan yaxshirog'i bo'lmagan. Tomoshabin jihatdan ham, afisha jihatdan ham bu final tengsiz edi. Uchrashuv ssenariysi ham juda ko'p kutilmagan burilishlarga boy bo'ldi. O'yin penaltilar seriyasigacha yetib bordi. Bu esa muxlislar, jurnalistlar va umuman futbolni kuzatayotgan har qanday inson uchun maksimal darajadagi hayajonni ta'minladi. Bu finalda bir tomondan Lionel Messi nihoyat Jahon kubogini qo'lga kirita oladimi degan savol turgan bo'lsa, ikkinchi tomondan biz ketma-ket ikkinchi marta Jahon chempioni bo'la olamizmi degan masala bor edi. Qanday bo'lmasin bu final tarixiy edi. Hisob 3-3 bo'ldi, gollar birin-ketin urildi. O'yin doimo bir tomondan ikkinchi tomonga og'ib turdi. Maydondagi shiddat va intensivlik nihoyatda yuqori edi. Shuning uchun menimcha odamlar bu o'yinni tomosha qilishdan katta zavq olishdi. Albatta, biz uchun bu juda og'riqli xotira, chunki mag'lub bo'lganmiz. Ammo finalni tomoshabin sifatida kuzatgan insonlar uchun bu Jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi final bo'lgandek tuyulishi mumkin.